Assalomu alaykum aziz muxlislar. Bugungi eshittirishimizda ham bronxopnevmoniyada qo'llash mumkin bo'lgan tabiiy muolajalarni bir nechtasini sizlarga havola qilamiz. Birinchi muolaja: bir osh qoshiq malina mevasiga 1 piyola qaynoq suv quyib 20 daqiqa tindiriladi. So'ng dokadan o'tkazib, yotishdan oldin issiq holda 1 piyoladan ichiladi. Muolaja muddati 5 kun. Bu usul yiringli anginalarni davolashda, isitmani tushirishda ham qo'l keladi. Ikkinchi muolaja uchun 5-6 dona yashil archa yoki qarag'ay g'uddasidan yig'ib, sovuq suvda chayiladi. Sirlangan idishga solib, ustiga 2 litr sovuq suv quyiladi va 8 soat davomida past olovda qaynatiladi. Suv ustida hosil bo'lgan ko'pik vaqti bilan olib turiladi. So'ng dokadan o'tkazib, 0,5 kilogramm shakar bilan aralashtirib, yana 1 soat past olovda pishiriladi. Shunisi qiziqki, bu murabbodan archa emas, malinaning hidi keladi. Shifobaxsh murabbodan nahorda nonushtadan 1 soat oldin 2 osh qoshiq miqdorida tanovul qilinadi. Bu usul o'pkani zararli hiltlardan tozalab, bronxlarni balg'amdan tozalaydi. Muolaja davomiyligi 4-5 kun. Damlama yordamida yo'tal bilan kechadigan barcha kasalliklarni davolash mumkin. Assalomu alaykum. Ushbu kanalning qadrli muxlislari, bronxopnevmoniya kasalligida yana bir nechta xalqona tabiiy muolajalarni sizlarga tavsiya qilamiz. Birinchi muolaja: har kuni tushlikka suvda pishirilgan mol o'pkasini 100 gram miqdorida yeyiladi. Ovqat hazm bo'lgach, taxminan 1 soatdan so'ng yoki havosi toza joylarda sayr qilinadi yoki imkon bo'lsa basseynda suziladi. Bu usul o'pkaning sig'imini kengaytirib, yo'tal xurujlari sonining qisqarishiga yordam beradi. Muolaja davomiyligi 2 hafta. Ikkinchi muolaja: toza dokani stol ustiga yoyib, o'simlik yog'i surtiladi, mayda to'g'ralgan sarimsoq, piyoz sepib o'raladi va ko'krak qafasiga qo'yiladi. Kompress 15-20 daqiqa ushlab turiladi. Muolaja muddati 3-4 kun. Uchinchi muolaja: 1 dona oq piyozni mayda to'g'rab, ustiga 1 piyola sut quyib, past olovda 5 daqiqa qaynatiladi. So'ng olovdan olib, issiq holida o'rab qo'yiladi. 4 soatdan keyin sutni dokadan o'tkazib, 1 osh qoshiqdan har 3 soatda qabul qilinadi. Muolaja muddati 5-6 kun. Va 4-muolaja: yarim piyola eritilgan qo'y yog'i 1 choy qoshiq asalari mumi bilan aralashtirilib, quyuq surtma dori holiga keltiriladi. Dorini 10 kun davomida yotishdan oldin ko'krak qafasiga surtib, massaj qilinadi. Mana aziz do'stlar, tabiatning o'zi tabib. Ushbu muolajalar dardingizga shifo bo'lsa, bundan xursand bo'lamiz. Assalomu alaykum kanalimizning aziz muxlislari. İlk bahorda o'z ko'rkini namoyish etadigan ko'katlardan biri qo'ziquloqdir. Ba'zi joylarda otquloq deb ham atashadi. Buyuk tabib Abu Ali ibn Sino bu o'simlikka quyidagicha ta'rif bergan: qattiq nordon bo'lmagan xilining foydasi ko'proqdir. Safroni haydaydi. Ildizlari sirka bilan birga tirnoqlarning po'st tashlashiga qarshi ishlatiladi. Sharob bilan qaynatilgan quruq surtmasi pes va temiratkiga foyda qiladi. Ildizi yaralangan qo'tir qaynatmasi issiq suv bilan qichimaga qo'yiladi. Shirasi bilan tish og'riganda og'iz chayiladi. Ko'ngil aynishini bosadi. Qo'ziquloq, xususan uning yovvoyisi chayon chaqqanda foyda qiladi. Qo'ziquloqning urug'i ham shifo. U ich ketishini to'xtatadi. Qovurilmagan urug'ida yumshatish xususiyati bor. Urug'i suv bilan yutilsa, ichak yaralarida foyda qiladi.
Urug'i yurak dardiga mubtalo bo'lganda ham malham bo'la oladi. Qo'ziquloq jigar faoliyatini yaxshilaydi, sariq kasalligida yaxshi naf keltiradi. Qo'ziquloq sharbati jig'ildon qaynashida em bo'ladi. Uning barglari, ayniqsa yosh barglari tanovul qilinsa, me'da oshqozon ichak yo'lini maromiga keltiradi. Oddiy otquloq ildiz va poyasi qon to'xtatuvchi, mikroblarga qiron keltiruvchi, qon bosimini pasaytiruvchi, asabni tinchlantiruvchi omil sifatida tavsiya etiladi. Oddiy otquloq ildizidan tayyorlangan qaynatma teri kasalliklari, ayniqsa tana qichimalarini davolashda yaxshi naf keltiradi. O'simlik ildizini qatiq yoxud qaymoq bilan obdon ezib yaralarga surtilsa, yaxshi davo bo'ladi. Ayni bahorda qo'ziquloq barglaridan salat manti tayyorlab tanovul qilinsa, tanaga darmon bag'ishlab, immun tizimini yaxshilaydi. Assalomu alaykum, kanalimizning qadrli muxlislari. Bronxopnevmoniyada qo'llaniladigan tabiiy muolajalarni bir nechtasini sizlarga tavsiya qilmoqchimiz. Birinchi muolaja: 2-3 qavat dokani tuzli issiq suvda ho'llab 2-3 daqiqaga ko'krak qafasiga qo'yiladi. Buning uchun yarim litr issiq suvda 1 hovuch yirik osh tuzi eritiladi. Bu usul kasallikning boshlang'ich davrida og'riqni qoldiruvchi vosita sifatida qo'llaniladi. Muolaja davomiyligi 7 kun. Ikkinchi muolaja: 7 kundan keyin davolanishni quyidagi usul yordamida davom ettiriladi. 1 piyola maydalangan bodom mag'ziga 1,5 piyoladan asal va sariyog', 1 chimdim sedana urug'idan qo'shib dumaloqchalar yasaladi. Shirinlik 1 soat davomida salqin joyda turgach tayyor bo'ladi. Uni kuniga 3-4 marta ovqatdan 15-20 daqiqa oldin bir donadan shimiladi. Muolaja bemor sog'ayib ketguniga qadar davom etadi. Uchinchi muolaja: olcha sharbatini isitib, kuniga 3 mahal ovqatdan keyin yarim piyoladan ichiladi. Muolaja davomiyligi 3 kun. Assalomu alaykum, kanalimizning qadrdon muxlislari. Bugun biz sizlarga prostatining xalqona usullari haqida ma'lumot beramiz. Prostatit kasalligini davolashda xalq tabobati quyidagicha shifobaxsh dorilardan choy qilib damlashni tavsiya etadi. Juka va do'lana guli, kiyik o'ti va yalpiz o'ti, oq va qizil atirgul guli, zira urug'i, smalotina bargi, qizilqonuq qashqarbita o'ti. Gul changidan 1 osh qoshiqini 1 stakan kefir bilan aralashtirib, kuniga 3 mahal iste'mol qilinadi. Davolanish muddati 1-2 oy. Kungaboqar urug'idan har kuni chorak, yarim stakangacha iste'mol qilinadi. Bundan tashqari, har kuni 1 osh qoshiq zig'ir, kungaboqar va soya moyidan ichish tavsiya etiladi. Salomat bo'ling. Assalomu alaykum, foydali maslahatlar kanalimizning aziz muxlislari. Bugun men sizlarni sut mahsulotlari bilan tanishtiraman. Kefir tarkibidagi probiotiklar tufayli ichakning mikroflorasini yaxshilaydi, zaharli moddalarni chiqarib tashlaydi, xolesterin va qand miqdorini kamaytiradi. Kefirni xush ko'ruvchilarda immunitetni oshiruvchi va xavfli shishlarning paydo bo'lishining oldini oluvchi interferon ishlab chiqarilishi bu mahsulotlarni yaxshi ko'rmaydiganlarga qaraganda 14 marta ko'p. Tabiiy yogurt nafaqat qomat, balki asablar uchun ham foydali. Yogurt tarkibidagi probiotik organizmni kayfiyatni ko'taruvchi va tushkunlikning oldini oluvchi maxsus neyrofaol birikmalar bilan ta'minlaydi. Grek yogurtida, masalan, qand miqdori oddiy yogurtga nisbatan 3 karra, tuz 2 karra kam, oqsil esa ancha ko'p va yog' kislotalari kam. Salatlar tayyorlashda undan mayonez o'rnida foydalanish mumkin. Tvorog, vitaminlar va kalsiyning koni. Ayollarda 35 yoshdan keyin suyak hujayralari yemirila boshlaydi. Sinishlar xavfi oshadi. Buning oldini olish uchun kalsiy juda zarur. Har kuni 200 gram tvorog iste'mol qilish nafaqat suyaklarni, balki tirnoqlar va tishlarni ham mustahkamlaydi.
Yog'liligi 3% dan kam bo'lgan tvorog va bolalar tvorogi eng foydali hisoblanadi. Yodda tuting, termik ishlov berilgan darajasiga ahamiyat bering. U mahsulotning nomida ko'rsatilgan. Faqat pasterizatsiya qilingan sutda foydali moddalar ko'proq saqlanib qoladi. Yodda saqlang, qayta ishlash harorati qancha past bo'lsa, saqlanish muddati shuncha kam, mahsulot esa tabiiyroq bo'ladi. Saqlanish muddati 7 kundan kam bo'lgan sut mahsulotlarini tanlang. Salomat bo'ling.